Zamonaviy ta'limda nazariya va amaliyot bir-biridan ajralmas bo'g'in sanaladi. Ayniqsa, pedagogika sohasida bu uyg'unlik kelajak tarbiyachilarining kasbiy tayyorgarligini belgilab beradi. Chirchiq davlat pedagogika universitetida aynan shu masalaga bag'ishlangan ilmiy amaliy tadbir o'tkazildi. Ta'lim, fan va amaliyot integratsiyasi deb nomlangan mazkur anjuman haqida muxbirimiz Jasmina Murtazoyeva batafsil hikoya qiladi. Anjuman zamonaviy pedagogik yondashuvlar, ilmiy izlanishlar va amaliy tajribalarning uyg'unligini ta'minlash, ularni ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etish maqsadida o'tkazildi. Bugungi tadbirimizning asl mohiyati ham aynan shundan iborat edi. Biz hozir tarbiyalayotgan tarbiyachimizni 10 yil oldingi tarbiya sifatida tarbiyalashimiz kerak. Chunki u iqtisodiyotga, mehnat bozoriga borib yetganda, mehnat bozorida cheksiz juda ham katta tezlikda o'zgarishlar bo'lyapti. U tezlikka moslashish uchun biz hozirgi tarbiyachini 10 yil oldingi tarbiya sifatida tarbiyalashimiz kerak. Tadbir avvalda fakultet magistrantlari o'zlari tahsil olgan fakultet haqida ingliz tilida chiqish qilishdi. So'ngra soha mutaxassislari, oliygoh professor o'qituvchilari, maktabgacha ta'lim muassasalari amaliyotchilari hamda talabalar ishtirokida ochiq muloqotlar, taqdimotlar namoyish qilindi. Bizning vazifamiz ta'lim jarayonida nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan talabalar bilan birgalikda amaliyotda qo'llash hisoblanadi. Va shuning uchun biz integratsiyalashgan holda texnologiyalar va loyihalarni ishlab chiqmoqdamiz. Tadbirda maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar, interaktiv metodlar, bolalarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash kabi dolzarb mavzular atroflicha muhokama qilindi hamda turli xil metodlar va o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalar bilan amaliy tarzda o'tkazildi. Talabalar amaliyot davomida orttirgan tajribalari hamda yutuqlari bilan o'rtoqlashishdi. Tadbir so'ngida faollar taqdirlandi. Jasmina Murtazoyeva, Muhammadali Mamajonov, Ovoz informatsion dasturi uchun.